Maarif vazaratiga xizmatga tayinlandim. Har rost, toki 1957-yilga qadar vazorat deyiladi. Bilamsiz, vazorat keyin nazorat bo'lib o'zgarib ketdi. Nihoyat oson. Shundoqsiliqqina. Nima zaruriyat bor edi? Vazorat vazir so'zidan turlangan bo'lib, vazirlik ma'nosiga ega. Vazirlik degan davlatda bo'ladigan bir organ. Nazorat degan kichik boshqa kaydirsinmi, yo'g'onroq kaydirsinmi bo'ladigan bir qalpoq. Qarang ustuliqqa. Faqat bir harfni o'zgartgan, ancha cho'ng ziyon bo'lmagandek. Bu yana nimaga o'xshaydi desangiz, bizning diniy bayramlarimizning namoz kunini yoki birinchi kunini belgilagandek ish. Her zaman bir kun keyin bo'ladi. Faqat bir kunla. Shundoq oddiy, ziyon bo'ladigan bir manfaat o'ttirdi ko'rinmaydi. Shundoq-ku, shunga hech kimning xayoliga kirib chiqmaydi. Rost emasmi? Bir kunga nima bo'pti? Ammo bir bayram, bir xotira kunning ahamiyati uning dalligida. Bo'libmi, diniy bayram butun dunyoda o'xshash bir kunda namoz o'qiladi. Ammo faqat bizlar bir kun keyin o'qiymiz. O'ylamaymizki, buning bilan go'yo biz boshqa musulmonlarga o'xshamaydigan bir tipdan. Buning ahamiyatini suslashtirish bilan qolmay, yana dunyo musulmonlari bilan bizning aramizga bir o'xshamaslikni paydo qilish. Zamonlarning o'tishi bilan bu hol tadqiqotchilar uchun bir paket bo'lib xizmat qilishi, odatga aylanib qolishi mumkin. Mana shundoq oddiy, asta, kichik o'zgarishlar. Yana shunimi dey? Sharqiy Turkiston inqilobi deyishdan qochish uchun ijod qilingan 3 viloyat inqilobi degan atalg'udek. Siz 10 minglagan yillardan beri tamchilagan suvning qattiq qiyatashda qandoq cho'nqur iz qoldirganligini ko'rganmidingiz? Xitoylarning metodi mana shundoq. Endi asli mavzuga qaytib kelay. Bir maktabga bo'lmay, mushundaq bir ish bo'g'ini ko'nglimni bekmi yerim qildi. Her kuni Xitoylar bilan birlikda ishlash kerak. Ya unsiz bo'ysunib, yog'och pichoq boshliq bo'lishing kerak. Keskin bo'laman desang, Xitoylar bilan qadamda bir qarshilashadigan gap. Maoshim xeli yuqori edi. Eng dastlab tejalgan 100 so'm pulni o'g'limga avatdim. Hozir uning uylanish yashi edi. Men u kichikroq uylangan. U bo'lsa normal uylanish yashig'imi kelib qoldi. Beqib cho'ng qilgan bechoralarga eg'irlik sili bermay, endi pul avatib turay deganlarni o'yladim. 100 so'm pul u chaqlarda bekchiq pul edi. Kadrlar 30 so'mdan boshlab ishlaydi. Agar o'g'limning to'yiga jabtib turgan vaqtiga to'g'ri kelgan bo'lsa, jazmanki uning to'yi uchun yetadi. Abdunum rayon qurilishi bilan nurg'un yoshirin ziddiyatlar oshkorlandi. Necha vaqtdan kommunistlar hech bo'lmasa Sovet formasidagi federatsiya berdi deb ishongan ko'p sondagi ziyolilar milliy armiya safidan kelgan kommunistlar birdilla umidsizlanib qarshi maydonlarini oshkorladi. Ma'rif naziri Ibrohim Turdi mening xizmatdishim, men uning muavini edim. Har yerda avtonomiya deganni masxara qilib yurdi. Hatto rasmiy yig'inlarda o'xshash talaffuz bilan gap qiladi. Kompartiyaning avtonom rayonning avtonomiya huquqini gavdalantirish uchun ko'z bo'yamchilik bilan chiqargan milliylashtirish degan saxta siyosatiga eslab olib, partiyaning siyosatini uzil-kesil ijro qilishimiz kerak deb nazoratga nurg'un milliy kadr oldi. Aslida bo'lgan Xitoylardan bir munchisini qisqartirdi. Milliy nisbat partiyaning milliylashtirish siyosatiga uyg'un bo'lishi kerak deb apchillik bilan bahona qildi. Qoltis odamda u. Shundoq qilib, nazoratdan haydalgan Xitoylar arz qilib, rayonlik hukumatga rosa bosh og'riq tepib berdi. Ibrohim Kamning deyishicha, Saybiddin uni uyiga chaqiribdi. Milliylashtirish masalasini chekdan oshirayotganligini aytib nasihat qilibdi. Ammo Ibrohim Kam johillik qilib, "Men partiyaning deganini qildim" deb turibdi. Bo'lmasa, bu siyosat ko'z bo'yash uchun mundaxil deb qo'ygan gap edi, danglar men boshigay debdi. Undan boshqa Ibrohim Kam boshqa nazoratdagilarga o'zining qimmatli tajribalarini tonishtirib, ularni o'rganishga da'vat qilib turadi. Hatto Urumchida shu yillarda yangidan selinmoqchi bo'lgan bir qism binolar uchunmi u Qashqarga berib, koni milliy nusxadagi binolarning shaklini sizdirib kelib, binoni milliycha selish kerak deb turib edi. Dal o'xshash vaqtda Ziyo Samidi, madaniyat noziri Ibrohim Turdi bilan mos qadamda harakat qildi.
Aşkarı sorunlarda avtonomiyani masxara qildi. Abdüz Mahsummu Xitaylar bizni aldı deydi, qaqshab yurdi. Ziya Samadi kashf qilgan bir tangsizlik formulasi bar edi. 1:3:6. Bu formulaning ko'rsatishicha 1 Xitoy, 3 Qozoq, 6 Uyg'urning kirimi o'zaro teng edi. Hatto Ibrohim Kam bir muncha satirik masalalarni yezib Xitoylarni qamchiladi. Masalan, qo'shchi bilan chashqon degandeklarni yezib Xitoylarni uvisiga to'shish qilib turgan o'g'ri chashqonga o'xshatgan edi. U yana texmi qap yuraklik bilan Abtonom degan bilan Uyg'uriston bo'lmadi. Sekretari Xansudin Uyg'urga huquq qolmadi. deb she'r yezib, bu she'r ig'izdan ig'izga, qo'ldan qo'lga o'tib, jamiyatga taqilib ketdi. Xitoylarning savrisi chekka yetib, uni va Ziyo Samadini xizmatdan to'xtatib, tanqidlash to'lqini qo'zg'adi. Xizmatdan to'xtatilgandan keyinmi ularning og'zi besiqmadi. İbrahim Kam hech zaman Xitoymi degili unumay har yerda manqila deb ataydi. Kompartiyaning o'rinlashtirishi bilan bir Xitoy nazariyachi tarafidan milliy bo'linib chiqish haqida tanqidiy mulohizalar nomliq bir kitob yozib nashr qilinib, kitobda xos Ibrohim Turdi bilan Ziyo Samadining aksiyatchi tor millatchilik iddiasi xizmat ustidagi amaliy misollar bilan tilga ilib tanqidlangan edi. İbrahim Turdi va Ziyo Samadining yuqorida zikr qilingan qilmish etmishlariga doir misollarning hammasi mazkur kitobda tilga ilingan edi. Hatta İbrahim Turdining Xitoylarni doimla manqila deb ataydiganligimi shu kitobda tilga ilingan. Bu tanqidlash to'lqinidan keyin İbrahim Turdi ko'p qaytim so'rinlarda ommaviy tanqid, kurashlar bilan sesitilgandan keyin rasmiy qo'lga ilindi. İbrahim Turdi va Ziyo Samadi tanqidlanayotgan chog'larda va undan burun avtonom rayon qurilishidan keyin nurg'un oliy maktab o'quvchilarining maxfiy tashkilotlari pash bo'lib, yosh qiz o'g'lonlar turmaga tashlanib turadigan bo'ldi. Bularning maktablarda bo'lishi Xitoylarni bakmi chuchatdi. Chunki Xitoylar oldingi bir avlodni qatmal kalla, Xitoyga qarshi kayfiyati o'zgarmaydi deb qarasimi, yoshlarni tamoman aldab, o'z mafkurasiga ishondirgili, qulluqqa ko'ndirgili bo'ladi deb qaraydi. Qerishqandek yoshlarning texmi uzil-kesil qarshiligi Xitoylarni bakmi xafa qilg'ashqa maktab rahbarlarini almashtirib turadi. Ma'arif vaziriyatimi tanqidga uchraydi. İbrahim Kam xizmatdan to'xtatilgandan keyin men muvaqqat nazir bo'lib, uning xizmatini o'tkazib oldim. Ammo ko'nglim bek g'ash bo'ldi. Bu xuddi tamsillarimizda aytilgan, dadamning o'lgini anamga yarashdi, talpikini itlar talashdi degandek bo'layotamdi nima deb xuduksiraydim. Xitoylar mening ustimdanmi ko'p arz qilishdi. Xitoy deydi, Xansu demaydi, g'ururimizni bakchaylavatdi degandek mazmunlarda. Sayfiddin ma'mur nasihat qilish uchun chaqirdi. Ammo men Xitoy degan Uyg'urchada ashu millatning ismi degan qarshimda ching turib elib, uning nasihatini yo'qtirmay qaytib chiqdim. Oqidan boshlangan yerlik millatchilikka zarba berish to'lqinida men qo'lga ilindim. Bir jihatdan bizdeklarga turmimi yaxshiroq? Vijdon azobi tortadigan ishlarni qilishga to'g'ri kelmaydi. Yana ustilab qiynaydigan ma'naviy qiyinchiliklarmi yo'q? Dal atışqı berib kelishga jabtub yurgan kunlarim edi. Nesib bo'lmasa, mana shundoq bo'ladi ekan. Bu so'g'i davon degan gap bor emasmi? Shu davondan chiqolmay, arsalda bo'lib yurib, uni tugatdik. Shundoq qilib, yana turma hayotim boshlanib, bir hisobda xili xotirjam bo'lib qoldim. Keyin o'ngchi qalbiqi bilan Uyg'urma paydo bo'ldi. Uyg'urning deyishicha, Rahim savoqdishi o'ziga kelgan omaddan mast bo'lg'ashqa partiyaga sadoqatini isbot qilish uchun Uyg'urning normalda talatuzda so'zlab yuradigan so'zlarini, o'ziga degan ba'zi gaplarni tashkilga ma'lum qilib, Uyg'ur bilan chek-chegarasining aniq ekanligini bildiribdi. Uyg'ur bularning hammasidan tenib olg'ashqa Rahimni yuzlashtirishga to'g'ri kelibdi. Rahim uningga yuzturana holda uning partiyaga qarshi maydonini pash qilib, uningga do'stona nasihat qilibdi. Mana shunisi menga og'ir keldi, dedi Uyg'ur. Qaramamsan bu savoqdishimni. Biz uning uyiga o'ylanibsan deb patiga borganda deyishgan gaplarni ko'tarib yurdi u eshak. Sen odamlardan shafqat kutganliging uchun bu Allohning jazosidir balkim. Dedim ham chaqchaqdek ham jiddiy.
Bəndidən şəfqət diləmək günah. Şəfqətni Allah'tan tiləymiz Uyğur. Bir yil o'tganda Rehimmo o'ngchi unsur bo'lib qo'lga ilinib ekan. Hammamiz boshqa turmalarga qamalg'achqa xabarsiz bo'ldik. Keyin emgak lagerida ko'rishdik. 1957-yilda mening ustozim va Rehimning xizmatdoshi Malyangjun Hazrat olamdan o'tib, qisqa muddat Rehim uning o'rniga muvaqqat rais bo'lib turgan edi. Voy, u chaqdagi holini ko'rsangiz uning. Balkim mana shu chaqdagi mamnuniyatidan ichiga patmay, kompartiyaga sadoqat ifodalab, do'stlarini muayyab o'ltirmay setivergan bo'lsa kerak. Ko'p o'tmay, bizni ma'lum Xitoy ishqur qismlari joylashgan yangidan echilayotgan Boziyaga chiqavatdi. Qap-qorong'u, zay kamerda yotgandan ko'ra, parlaq quyosh nuri ostida g'uborsiz ko'k osmonni, cheksiz ketgan ana tuproq dalollarining tomosha qilg'ach ishlagan ming yaxshi edi. Allohga shukri, jismoniy quvvatimdan aytganda, emgak men uchun hech nima emas. Balki bir turlik gimnastik edi. Bu yerda asosli qiyinchilik kitob yo'q edi. Bor edi, ammo shu kommunistlarning mafkurasini ichirishga chiqarilgan kitoblar, Mao Zedongning kitoblari, ya'ni shunda quruq gaplarga to'lgan gazetlar, Heliq Ibrohim Kon bilan Ziyo Samadi tanqid qilingan kitobni shu yerda bizga o'rganish qildirgan edi. Bu yerda sapla, baquvvat yosh yigitlar bor edi. Ko'pinchisi bandit tozalash harakatining asirlari edi. 1952-yili Arturukda Xitoy kommunist armiyasiga qarshi isyon ko'tarib, xili uzoq qarshilik ko'rsatgan Arturuk jangining qahramonlari bu yerda edi. Ularning yo'l boshlamchilari, rahbarlari allaqachon etilgan. Ammo bu o'qimagan dehqon va chorvachilarning bolalari muddatsiz qamoq jazosi bilan bu yerda ko'chman Xitoylarni yerlashtiradigan nuqtalarda bo'ziya ochmoqda edi. Kommunist mafkurasini tashviq qilish uchun elib beriladigan o'ginishlarda, gruppalarda birardan o'qiganlarni gazeta o'qib berishga buyuruydi. Menmu shu qahramon yigitlarga mas'ul edim. Ammo beshimizda yoyilar qarab turmagandila ularni gapga selib, ularning qahramonlik ish faoliyatlarini anglashga bakmi qiziqatdim. Ularning orasida diniy tashviqot qilishni, gazeta o'qishning o'rniga qo'yatdim. Ularni o'zaro yordamda bo'lishga da'vat qilatdim. Bu yerda bizdan bo'lmaganlar, munofiq deb qaralganlar, chiqimchilar bu yigitlardan adibini yeytdi. Rehimning bakmi ruhi tushib ketibdi. Chunki u endi to'g'ri yo'lni topdim, kommunist partiyalar haqiqiy qutqazg'uchi degan emasmi? Endi xijolatdan o'zini qo'ydigan yer topolmay qolgan edi. Ammo menda uning deganlarini yog'och aktivlik qilib, terisiga patmay ketganlarini yuziga silish niyati yo'q edi. Şuğunisi Uyghur ağzını şük tutmadı. Ya hocam, aqımızın yetişip kepla hanım bolsa, dedi Qashqa talaffuzini taqlid qilib. Keldi oqadaş, qismat shundoqken, dedi u yaga qarab elib. Oldinglarda xijilman, ozmas Allah degan gap bor. Ha, mushundaq ishlar so'riqi bor jahon, omad kelganda dandab ketmagan o'g'il bola bo'ldi jimoadash. Uyghur bo'ldi qil undaq gaplarni, deb jimilidim men. Nima keraki? Odam degan shundoq. Xomsut emgan nima deydigan gapimiz yo'qmi? Ha? Asta tajribalar jo'g'inib tushundigan gap. Rehim, mening bundaq hujumdan qo'g'dash maydonimdan ta'sirlandimikin, keyin menga ko'ngil izhor qilib. Silining tutgan yo'llari to'g'ridek turdi. Hamdi shuni his qilyapman. Aşı bir demlik gol qilishlarda xudumni bilmay qolganlarimni o'ylasam, bakmi xijil bo'lman. Ba'zi odamlarni ranjitib tikanman, ba'zilariga o'valma qilib tikanman. Endi ajiba kim uchun, nima uchun qildim deganlarni o'ylasam, rostdan sarankanman, dedi. Uning bundaq haqni tonishi meni ta'sirlantirgachga uni namozga da'vat qildim. Boshqa kun tushganda Allohga esilish to'g'risida bir muncha vaz etdim. U bakli yetimsirab, xotin bolalarini seg'inib aran to'g'ashqa haqiqatanmi ko'ngli yumshab ketgan edi. Tezla namoz o'qishni boshladi. Emgak lagerimiz bir ko'mirkeniga yaqin edi. Bizlardan ba'zilar atrofdagi ishqur qismlarga qo'shni yerlarda dehqonchilikda, ba'zilar ko'mirkonga tava ko'kis ko'ydirish maydonida ishlaydiq.
Ko'kis көйдіріш meydani saplı köyük tuproqqa to'lgan bo'lg'ashqa, azroqla salqin chiqsa, bu köyüp yeniklab ketgan tuproqni uchirib ko'zga tiqatdi. Bu yerda muhofizat ko'zoynaksiz ishlagili bo'lmaydi. Qoida shu edi. Ammo jinoyatchiligi ko'zoynak bermagachga hammalarning ko'zlari qizdirib ishib ketadi. Shundoq bo'lsa-mu, kishilarning ko'pinchisi bu yerda ishlashni talashadi. Birli sababi Obchashxonning aqltidan qat-ko'k ko'tik terib kelib bu yerda pishirib yeyishga fursat bo'ladi. Qat-ko'k ko'tikni kokus o'choqlarining ustini yapgan qiziq tuproqqa ko'mib qo'yib, yana bir fursat tepib, ichib elib, sirt tarafidagi yipliq qavatini so'yib keyin o'ttirsa shundoq lazzatli tamoq bo'ladi. Yumshoq pishadi. Ammo bu to'g'riliq jidal majralarmi az bo'lmaydi. Axlatlikda o't yosh qalduqlari, sho'puklarini talashib majralar, mushtlashishlar, bosh yerishlar bo'lib qolmay, yana kokos o'choqlari tuvida ish ustidami jidal bo'lib turadi. Birining ko'mib qo'ygan narsasini pishi hamon yana biri ichib elib yavaladi. Buning bilan majra kelib chiqadi. Bu yerdagi odamlarning jamiyatdagi salohiyatlari bilan bu yerdagi bu qilmishni birlashtirib o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, bu bir dahshat edi. Axlatdan terib ilingan o't yosh sho'puklari va ko'taklari uchun kurash. Taqdirning chaqchaqlaridan yana biri. Nima demamsiz? Bu lagerda heliqi kuchadagi sobiq xotinim bilan uchrashdim. Deyishcha 50-yillarning 5-dinla turma demish. Faqat bu yerga yangidan yo'tkaptimish. Bu yerga kelgilimi xili uzoq bo'pti. Ammo mening oldimga kelishga yuzi chidamabdimish. Әмді qaysi yüzün bilan kelding? Dedim uningga qaramaslikqa tirishib. Ammo qaramaslikqa tirishsam-mu, yana uningga bir necha ko'z tashlashdan o'zimni tutolmadim. Kasofat, shuncha yil o'tibmi, yana shundoq chiroyli turibdi. Bo'yinlarining suzukligi, lavlaridagi rang, tishlaridagi sehr, ko'zlarini demayli qo'yay. Onunğa özəmni etişdin, aşı munaqi üzümdək süzük həm rəngdar ləvləriga aç gözlük bilən söyüşdün özümni güç bilən bastım. Şunçilik küçüdüm ki, közlərimge yaş geldi desem mi boludu? Heç zaman yaş çıxmaydıgan közümnün çanaqları açıq bir suyuqlıqqa tolğanlıqıdınla bu alvastının qançilik jelibkarlıqını pərəz qılğılı boludu. Onun üstüge mendek bir baquvvat erkek 10 yillab ayal zatıga yaqinlashmagan ahvolda bunun qanchalik quturtish kuchi bo'ladiganligini tasavvur qilish qiyin emas. Ammo uning go'zal ruxsari yana bir oz solashqandek qiladi. Go'yo allaqanday qiyin qistaqlarning iznasidek qizg'uch jijiqlarmi bor edi. Uning mo'ldirlab turishi, solg'inligi bilan birlashgan go'zalligi, bo'libmi helida domlab tushadigandak marab turgan yoshlari meni bir oz yumshatdi. Men aslida ayollarga rahimsiz muomala qilishga ojiz birsiman. Bo'libmi ayollarning ko'z yoshiga chidayolmayman. Shunga bir oz talaffuzimni o'zgartib so'rdim. Xo'sh, yana bir qaytim aldaydamsan? Yo'q, endi yana qaysi yuzim bilan undaq yolg'onni deyalaydim. Men faqat sizning himoyangizga muhtoj. Bu nima gap? Bilasiz, bu yerdagi yosh jinoyatchilar bek kapsiz, badqiliq. Mendek bir ojizaning ularning orasida kuni nima bo'lishini bilmamsiz. Men bek bozak bo'lib ketdim. Har kim meni ani tepiyotdi. Siz bir eg'iz mening xotinim deb qo'ysangiz, hech qaysi menga chiqilishga petinolmaydi. Amaliyotda siz meni aniq taloq qilgan ishmi yo'q? Helimi shar'an yoki qonunan xotin hisoblanamiz. Shundoq bo'lsa-mu, sizdan rozilik olmay turib, men Sobit apanining xotini deyishdan qo'rqdim. Agar birasi so'rab qolsa, ha ali deb qo'ygan bo'lsangiz, nimangiz ketadi? Baribir men sizga chaplashibmi olmayman. Sizningmi meni ko'nglingiz ko'tarmaydiganligini bilaman. Seni qandoqmi xotinim deyishga tilim bordi. Nomusqu bu. Men sizdan sirta emas, faqat mushu lagerda bo'lganimiz muddatcha menga homiy bo'lib qo'yishingizni so'rayapman. Boshqa talab emas, faqat bir eg'iz lavz. Bu mening jonimga munosabatlik. Har qancha bo'lgandimi, bir jonning nohaq o'lishini xohlamaydigansiz. Bir mezgillik xotinchiligimizning haq hurmati uchun bo'lsin-mi? Bir kunlik xotinda 40 yillik mehr bo'ladi degan gapmi bor-ku?
Uning ko'zlarida marab turgan yosh durdanlari kahrivodek. Ammo shu anda kirlishib ketgan mangzini bo'ylab do'milashqa boshladi. Yosh eqib tushgan yer yuyilib, ro'shan bir yo'l ochildiki, u yerning terisi burunqidakla suzuk edi. Ichim og'rishqa boshladi. Ammo men uning tegitakini bilmayman. Bilmasdinla oldim. Bilmasdinla damiga tushdim. Amdi yana uning yumshab qilyapman. Bu alvasti zodi kimdi? O odam bolasimidu yoki haqiqatanmi alvastimidu? Sen zodi kim? İlgari men saddiliqimdan sening asli vastingni surishtirmayla oldirab amlimga aptiman. Amdi yana nima o'yin o'ynayapsan? O'ning ovchin tunib qo'yganning ziyni yo'q degandek, hech bo'lmasa men seni tunib qo'yay. Rostini degin. Rost gap qilmayotganingni sezgan hamon yeningdan ketaman. Chunki menmu sen to'g'riliq ba'zi narsalarni anglamadim emas. Deb qo'shib qo'ydim yana.